O'tmishda Qashqarga kelgan chet ellik ikiz fizitsiyachilar Şinjanga bo'lgan zo'r qiziqish va ekspeditsiya tadqiqot bilan shug'ullanish uchun bir necha asrlar mobaynida chet ellik shaxslar orqa-orqadan yo'l kelgan. Shu jarayonda ekspeditsiya hayoti qarorsiz va xatarlik bo'lsa-mu, o'zining hayot mamot bilan hisoblashmay, bu yerga qayta kelib, poyonsiz qumliq va bo'stonliq ichidagi jimjit yotgan bu gavhar zaminning sirini ochishga uringan. Neticede ular tom kitaplarını yazıp dünyaviy mashhur shaxslarga aylangan. Tövende shulardan Qashqar qadimiy shahriga kelgan bir qancha shaxslarning qisqacha tarjimalarini tanishtirib o'taman. Amerikalik olim Morgan mundaq degan ekan: insoniyat magnitning ochqichi Tarim vodiysiga ko'miklik. Qachoniki bu ochqich tepiladi ekan, dünya magnitning siri ochiladi. Angliyalik olim Arnold Toynbee mundaq degan ekan: navada menda yana bir qatim dunyo kirish fursati bo'lsa, Budda diniy tarixga boshlagan milodiya 1-asrlikka Jungo Şinjangda tug'ilishni qaror qildim. O'tmishda Jungo Şinjang Qashqarga kelganlardan birinchi Marco Polo. Bu 1254-yili tug'ilib 1324-yili vafot bo'lgan. Marco Polo otasi Niccolo ve tağısı Mahiular bilen İtalya'da yolga çıkıp uzak sozulgan deniz ve kuruluk yollarında bir Japon muşakkatlarını yenip 1274-yili Jungo'ya kelgende Yuan Sultanı'nın payitahtida Kublai Khan Hakan iken. Kublai Khan Irak elden kelgen bu natonish ajnabilarni qabul qilib ko'rishganda Niccolo hürmet bilen o 3 yaşlık oğlu Marco Polo'nu Hakan'a tanıştırıp mundaq degan: "Han alileri, bu mening oğlum, en kıymetli baylıkım, arlık jirak bolsunmu, Japon muşakkatlarını yenip bu oğlumni sizlarga ilib keldim. Sizning xizmatlarini qilsa degan arzuyum var." Deganda Kublai Khan xushallik bilan qo'shilganligini bildirgan. Marco Polo otasi va tag'isi qaytgandan keyin Hakan Kublai Khanning himayasida başka emeldarlarının baldırıyla bile okugan. O Yuan Sultanı'da o 3 yıl turish jarayonida düzütüş ve sözleş iqtidorining yuqoriligi bilan Hakan Kublai Khanga yarab qolgan. Keyin Khan ordusining tashqi ishlarga mas'ul xodim bo'lgan. U Yuan Sultanı bilan chet ellar o'rtasida berib kelib, yaxshi munosabatchi bo'lib, chet ellarning turmush urf-odat ahvollarini Kublai Khanga tanishtirib turgan. Shu orliqda Qashqarga kelgan Marco Polo 1291-yili İtalya'ya qaytib qolganda Jungo'ni nadi qiziqarli qilib tanishtirgan. U Yuan Sultanı'ni qudratli va haybatli so'zlab tushuntirdi. Bu til jihatdagi ortiqchiligi va fikr qilish jihatdagi mohirligi bilan anglag'ishlarni birdamla o'ziga qartillatdi. Marco Polo bilan ko'rishgan, uning sayohat xotiralarini anglagan Amerikalik yozuvchi Lawrence Bergeron büyük seyyah Marco Polo namlı çoğun kitapını yazıp Marco Polo'nu ve aynı devirdeki Jungo Yuan Sultanı'nı dünya ahliyle tanıştıran idi. İkinci Pinti Gois, bu Portugalyalık bulup 1562-yil tug'ilib 1607-yili vafot bo'lgan. U o'qigan yosh bo'lib Jungo qilgan safarida avval Arabistonga berib Jidda shahrida turib Jungo Şinjangga borgan Haydar bilan Hindistonga kelgan. Hindistondan Toshqo'rg'on orqali Chechalik dovoniga kelgan. Andin Tangitar yo'li bilan Qag'iliq kelib, andin Yakan kelgan. Yakanda sayohati bo'lib bir mezgil turgan. Andin yo'l xati olib Xotan taraflarni ko'rib kelib Qashqarda turgan. U har qaysi joylarda mangan turgan ko'rganlaridan xotirlar yozib qoldirgan. Keyin Binti Gois'ning sayohat qiziqligi eshib, Qumul orqali ichki o'lkalarga berib, ko'plagan shaharlarni ko'rib, Suju shahrida bir mezgil turgan. U 1607-yili ichki o'lkalardagi sayohatni oxirlashtirib, g'arbiy yurt orqali yurtga qaytish uchun kelayotganda yo'l ustida kasal bo'lib, Juchuan shahrida vafot bo'lgan. 3-Kuropatkin Kuropatkin ataqli g'arbiy arbab bo'lib
1870-yılı Çarosya hükümetinin 64 kişilik çoğun vekiller ömrünü başlap Kaşgar kelgen. Kaşgar turist jarayonida har xil tekshirish ve material toplashlar bilan bo'lib, Jungo Şinjan'a dair xaritlarni sızgan ve her xil materiallarni yezerden elip çıkıp ketken. 4. Svenidin Şvitsiyalik bulup 1870 yılı 2. ayının 19'unda tug'ilgan. 1952 yılı 11. ayının 26 günü vefat bo'lgan. Bu 1890 yılı 13. ayda 3. qatim Qashqarga kelgan. 1891 yılı qaytib ketib 1894 yılı yana Qashqarga kelgan. Bu Merkit'e bağlan. 1895 yılı Merkit'e yolunu çıkıp 8 töge bir qancha tulum su ve bir qancha Uyghur yolbaşlıkçı hizmetkarlar bilen mangan bolsunmu teknikan kumluklarında ezip kılıp köp japa çekip ölüm girdabını qalganda bir Uyghur padişahı tarafından adamları bilen tutulungan. Şundan keyin Qashqarga qaytib kelip korlar noktur taraflarga berip tekshirish ve xaritasiz ishini qilgan. Bu jarayonda Loptur ko'lining kichilib hem cho'ngilib turganligini hem yo'tilib turganligini bayqagan. 1897 yılı Şvitsiyaga qaytib ketib Asiyani ketib o'tish nomli 2 tomlik kitap yazgan. Bu 1899 yılı Qashqarga yana kelgan ve Qashqarning ko'rlig'i berib Ko'nkin daryosi ve Loptur atrofini tekshirgan. Svenidin 1900 yılı Lopturluk Ördek isimli kişinin yol başlap yanışı bilen Teklimakın kumluklu içinde kadimki payitaht şehir Kirovan harabisini tapkan. 1901 yılı Keşmir diyarı bir tekşüştü boğan. 1902 yılı 5. ayda Pamir tağlarını ötüp Qashqarga qaytib kelgan ve Şvitsiyaga qaytib berip O'rta Asiyani tekşüştü dokulat namlı 8 tomlik eserini yazgan. Bu 1927 yılı Şarkı Şimal arkalık Jungo'ya kelip tekshirish qilish jarayonida kasal bo'lib Amerikaga berib davolanib kelgan. Bu qatim Qashqarga kelib yo'lda Majurning qo'shinlari tutilgan. Uningdan keyin Shimsa hukumati tutilgan. Bu 1935 yılı 4. ayda Şinjan'daki ekspedisiya işlerini oxirlashtirib yurtga qaytgan ve bu vaqtda 55 tom kitap yazıp tamamlagan. Şvitsiya Padişahlık İlmi Cemiyeti Svenidin'in bu neticelik ilmi hizmetlerine yüksek baha verip onun namı da Svenidin altın ordunu tesis kılgan. Svenidin tutkul hayatını ekspedisiya işlerine bağışlap japa müşakkat içinde ufuk kazanıp toy kılmayı ötken iradeli şahstır. 5. Mannerheim Finlandiyalık bulup 1906 yılı ekspedisiyaga qiziqib Qashqarga kelgan. Qashqarni Xotanga borgan, andin Qumulga borgan. Bu shu jarayonda arxeologiyalik qizish va tekshirishlarda bo'lgan. Taklimakondagi qadimki shahar xarobalarini ko'rib, qadimki yodgorliklarni to'plagan. Tibet bo'lib 13. Dalay Lama bilan ko'rishgan. 1908 yılı Çarosyaga qaytib ketgan. Bu davrda Finlandiya Çarosya jahongirligining bir knyazik edi. Bu jarayonda Mannerheim Çarosya padişahı Nikolay II bilan ko'rishib ekspedisiya tekshirish xizmatlaridan doklat bergan. 1917 yılı Rossiya o'ktabini yiqilib bo'lganda Mannerheim Finlandiyaga qaytib ketib, vatanning ozodlik inqilobiga qatnashib, Finlandiyaning mustaqillik uchun ko'rinarli to'p qo'shgan. Uning armiya darajasi o'sib marshal bo'lgan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Finlandiya jamiyatining zungtuni bo'lgan. Mannerheim ekspedisiya xizmatida amaliy tekshirishlarda bo'lib, to'pish bo'lganligi uchun Shvetsiya Coğrafya İlmi Cemiyeti tarafidan Svenidin altın ordunu verilgan. 6. Paul Lecoq Germaniyalık bulup 19. asırda G'arbiy yurtning har qaysi shahar yurtlarini tekshirish va tadqiqot ishlari bo'lgan. Bu jarayonda Şinjanning yaras boyliklari nomli kitap yazgan. 7. Gunnar Yaring Shvetsiyalik bulup 1907 yılı tug'ilib 2002 yılı vafot bo'lgan. Tunji qatim 1929 yılı Qashqarga kelgan. Atush ve Yangisallarga borgan. Qadimki Orduxon podshohi mazrini tekshirgan. Uningdan keyin yurtga qaytib ketib, yana bir qancha qatim Qashqarga kelib tekshirishlar bo'lgan.
Uyghur tili ve Uyghur halk ağzı edebiyat doğrusunda tadqiqat qilib kitap yazgan. Qashqarga Qayt Safar nomli dağlık kitabı var. Bundan yarın 1940 yılları Şveysariyanın chet eller konsulu bulup uzun yıllar diplomatiya hizmeti bilen şullangan. Birleşken Devletler Teşkilatı'na hizmet kılgan. BDT organideki hizmetleri muvaffakiyetli bulup 1971 yılı BDT'nin baş katip namzatlığı kösügen bolsun mu? Saylamda 3 bilet kem bulup kılıp Avustralya namzatı baş katip olgan. Günler yarın 1979 yılı Qashqarga qaytib kelgan. U hayatının ahiri kadar Uyghur tili, tarih ve lopnur toğrusundaki ilmi tadqiqat hizmetini to'xtatib qo'ymagan. Bu Qashqarga Qayt Safar nomli kitapның ahirida qizg'inlik ve sig'inish hissiyat bilan mundaq yozgan. Qashqarni birinchi qatim ziyorat qilganimga nihoyat uzun yillar bo'pti. Aradan yarim asr vaqt o'tib, bu yerga qaytib kelganimda ko'nglim zamonaviy turmushga loyiq hamma narsa topiladigan yep-yangi Qashqar bo'ldi. Ammo mening sig'indig'im yana Qashqarning avvalgi ashu siyli kuchi ve meni Qadinas deb bildigan Uyghur xalqidir. Günler yarın 2002 yılı vefat bo'lgan. Yuqoriqilardan boshqa Jungo Şinjan Qashqarlarga yana nurg'unlagan ekspedisiyachi arxeologlar tadqiqotchilar kelgan bo'lib, ulardan Turjvalskiy degan kishi Taktamakon cho'lligida jahonda oz uchraydigan tog'il yavatni bayqab e'lon qilgan. Sobiq Sovet Ittifoqining Qashqar konsuli bo'lgan Sifti Efendi Tush Dara tog'idagi To'sh tog'ni ko'rib, Palak darvosi deb tanishtirgan.